alaykum, hurmatli tinglovchilar. Men oliy toifali ona tili va adabiyot fani o'qituvchisi Ahmadjon va Mahfuza Rahimjonovna. Bugundan boshlab sizlarga milliy sertifikat imtihonlari hamda DTM uchun ona tili fanidan mavzulashtirilgan video darslarimni e'tiboringizga havola etaman. Marhamat, tinglab o'rganib boring. Birinchi darsimiz orfografiya, ya'ni imlo deb ataladi. Tilni o'rganishda albatta birinchi o'rinda uni imlosiga e'tibor berishimiz kerak. Tilda so'zlar qanday yozilishini bevosita biz imlo qoidalaridan yoki orfografiya bo'limidan o'rganib bilamiz. Demak, birinchisi asos va qo'shimchalar imlosi. So'zlarimizga qo'shimchalar qo'shilishi natijasida har xil fonetik hodisalar ro'y berishi mumkin. Ya'ni tovush tushishi, tovush ortishi yoki tovush almashilish hodisalari. Hozir birma-bir mana shularga to'xtalib o'tamiz. Demak, birinchisi so'ra, bo'ya, sayla, sina so'zlariga va qi qo'shimchalarini qo'shganimizda mana bu a tovushimiz o tovushiga almashadi va mana shunday aytiladi va mana shunday yoziladi. So'roq, bo'yoq, saylov, sinov tariqasida. Keyingisi o'qi, qazi, sovi so'zlariga q qo'shimchasini qo'shganimizda o'zak oxiridagi i tovushimiz u tovushiga almashadi va mana shunday yoziladi. O'quv, qazuv, sovuq. Keyingisi tilak, yurak, kubok so'zlariga egilik qo'shimchasi i qo'shimchasini qo'shganimizda mana bu oxiridagi so'z oxiridagi k tovushimiz g tovushiga almashadi va mana shunday yoziladi. Keyingi qoidamiz o'rin, burun, o'g'il so'zlariga birinchi, ikkinchi shaxs egalik qo'shimchalari, ya'ni ma, im, nya, in qo'shimchalarini qo'shganimizda mana bu so'zimizdagi ikkinchi unli harflarimiz tushirilib qoldiriladi va ana shunday yoziladi. Ya'ni o'rnim, burnim, o'g'lim tarzida yoziladi. Endi 2, 6, 7 sonlarimiz bor, hammamizga ma'lum. Bularga jamlovchi son hosil qiluvchi ov, ala, ovlon qo'shimchalarini qo'shganimizda o'zak oxiridagi mana bu i tovushlari tushirilib qoldiriladi va mana shunday yoziladi. 2ov, 6lar, 7ov tariqasida. Keyingisi parvo, obro', mavqe, mavzu, avzo so'zlariga birinchi, ikkinchi shaxs egalik qo'shimchalari, ya'ni m, nya qo'shimchalari qo'shganimizda so'z tarkibida bitta y tovushini orttirib qoldiramiz va mana shunday aytamiz, shunday yozamiz. Ya'ni parvoyim, obro'yim, mavqeyim, orzuyim, avzoyim tarzida qo'shiladi. Endi shu yerda yana bir qoidani sizga og'zaki aytib o'tib ketayin. Mana shu so'zlarga uchinchi shaxs egalik qo'shimchasi qo'shilganda, qarang, ida endi y tarzida qo'shilmaydi, avzoyi deyilmaydi. Avzosi qo'shiladi. Si tarzida qo'shiladi. Mavqesi, parvosi, obro'si, mavzusi tarzida qo'shiladi. Eslab qoling. Keyingi qoidamiz u, bu, shu, o'sha olmoshlarimiz bor. Mana shu olmoshlarimizga da, dagi, dan, cha, day, dek qo'shimchalarini qo'shganimizda mana bu bitta n tovushi orttirish hodisasi ro'y beradi. Demak, bu yerda tovush ortish hodisasi ro'y beradi va mana shunday yoziladi. Unday, bunday, shunga, shuncha kabi. Endi men, sen olmoshlariga ni, ning, niki qo'shimchalarini qo'shganimizda mana bu bitta n tovushi nima qilarkan? Tushish hodisasi ro'y beradi. Menniki emas, meniki, mening, meni tarzida yoziladi. Keyingi qoidamiz bon, bos qo'shimchalari bor, hammamizga ma'lum. Bu qo'shimchalarni biz og'zaki talaffuz qilayotganimizda von, vos tarzida aytamiz. Lekin imlo qoidalariga ko'ra boz va bon tarzida yoziladi. Misol uchun dorboz, darvozabon so'zlari bunga misol bo'la oladi. Endi
Keyingi qoidamiz tilimizda d qo'shimchasi bilan boshlanadigan da, dan, di zamon qo'shimchalari bor. Bu qo'shimchalarni og'zaki talaffuzda ta, tan, ti tarzida nima qilamiz? Aytamiz. Lekin yozuvda da, dan, di shaklida yozamiz. Ya'ni ishda, ishdan, ketdi deb yozamiz. Agar siz shu yerda mana shu tovushlarni t shaklida yozib qo'yadigan bo'lsangiz, imloviy xatolikka yo'l qo'ygan bo'lasiz. Keyingi qoidamiz taqlid so'zlar. Taqlid so'zlarga illa qo'shimchasini qo'shish orqali so'z yasash mumkin. Mana shunda tarkibida v hamda u tovushlari bo'lgan so'zlarga illa qo'shimchasini qo'shganimizda, mana bu illa qo'shimchamiz ulla tarzida aytiladi va yoziladi. Misol uchun lovulla, mana lov v qo'shimchasi v tovushi bor tarkibida, gurullada u tovushi bor tarkibida. Demak, mana shunday ulla tarzida aytiladi, ulla tarzida yoziladi. Endi oxirgi qoidamiz g harfi bilan boshlanadigan qo'shimchalarimiz bor. Ga, gan, guncha, gacha, gani tarzida. Mana shu qo'shimchalarimiz k tovushi bilan tugaydigan so'zlarga k, kan, kacha, kuncha, ka tarzida qo'shiladi. Q tovushi bilan tugagan so'zlarga esa qa, qacha, qan, qani, quncha tarzida qo'shiladi. Va unli harf k, q tovushlaridan boshqa barcha harflar bilan tugagan so'zlarimizga esa g, ga, gacha, guncha, gani, gan tarzida qo'shiladi. Endi sizlar bilan so'zlarni qo'shib, ajratib va chiziqchalar bilan yozish qonun-qoidalarini o'rganib chiqamiz birga. Demak, birinchisi qo'shib yozish qoidalari. Qo'shib yozish qoidalari quyidagilar. Birinchi qoidamiz asos plus xona, noma, bob, baxsh, sifat kabi so'zlarimiz. Demak, asosga mana bu qo'shimchalar qo'shilishi natijasida yangi bir so'z hosil bo'ladigan bo'lsa, bunday so'zlarimiz qo'shib yoziladi. Misol uchun oshxona, taklifnoma, ommabop, orombaxsh, deb sifat. Demak, bular hammasi qo'shma ot yoki qo'shma sifatlar hisoblanadi. Eslab qoling. Avval asos keldi, mana osh va xona so'zimiz. Ko'rdingizmi? Endi keyingisi a, r yoki uni bo'lishsizlik shakli mas qo'shimchasi orqali qo'shma ot yoki qo'shma sifatlar hosil qilinadi. Mana shu so'zlarimiz ham qo'shib yoziladi. Misol uchun ish yoqmas, cho'l quvvat, ular qo'shma ot va qo'shma sifat hisoblanadi. Keyingi so'zimiz, qoidamiz taqlid so'zlar. Demak, takror taqlid so'zlarimizga qo'shimcha qo'shish natijasida ot yoki fe'l yasalgan bo'lsa, bunday so'zlarimiz ham qo'shib yoziladi. Mana hay, haylamoq. Aslida o'zi hay, hay degan so'zimiz takror taqlid so'z. Hay, hay so'zini biz yozadigan bo'lsak, chiziqcha bilan yozishimiz kerak edi aslida. Lekin unga biz la degan fe'l yasovchi qo'shimchani qo'shganimiz uchun bundan qo'shma fe'l yasaldi. Va mana bu hay, hayla so'zimiz nima qilinar ekan? Qo'shib yozilar ekan. Pirpirak so'zi ham ot. Mana bu demak fe'l, mana bu ot. Takroriy taqlid so'zdan yasalgan so'zlar hisoblanadi. Keyingi qoidamiz narsani biror bir narsaga o'xshatish asosida so'z yasalsa, so'z hosil qilinsa. Misol gulni karnayga o'xshatilgani uchun unga karnaygul deb nom berilgan. Shuning uchun karnaygul so'zi nima qilinadi? Qo'shib yoziladi. Yoki bir qomati devga o'xshagan degan ma'noda dev qomat so'zini nima qilingan? Hosil qilingan. Keyingisi narsaning rangini, mazasini, belgilarini bildiradigan qo'shma otlarimiz. Misol uchun mana tosh so'zi.
toshning bir mazasi achchiq. Haqiqatan tatib ko'rsangiz achchiq tosh taxir bo'ladi. Achchiq tosh so'zi demak bu yerda shu mana bu narsaning mazasi unga asos bo'lyapti-da, so'zni qo'shib yozilishga olib kelyapti. Keyingisi ming oyoq. Buni belgisi. Ming oyoq hammamiz ko'rgansiz, oyoqlari ustuni juda ham ko'p bo'lgani uchun oyog'i mingta degan ma'noda uning belgilaridan biri demak mingta oyog'i borligi. Va mana shu so'zimiz ham qo'shib yoziladi. Keyingi qoidamiz, 6-qoidamiz, narsani biror bir maqsad uchun mo'ljallanganligini bildirsa. Misol uchun mana bu sovun degan so'zimiz bor. Kirlarni yuvish uchun mo'ljallangan narsa degan ma'noda kir sovun so'zi hosil qilingan. Yoki tokni kesish uchun mo'ljallangan qaychi, tok, qaychi bular ham qo'shib yoziladi. Keyingi qoidamiz narsani biror joyga nisbatlab berish. Ya'ni tog'da o'sadigan olchani nima deymiz? Tog' olcha deymiz. Yoki cho'lda o'sadigan yalpizni cho'l yalpiz deymiz. Bu so'zlarimiz ham qo'shib yoziladi. Tilimizda marosimni, turli bir rivoyatlarni, afsona, asotirlarni bildiruvchi so'zlar bor. Ya'ni marosimni bildiruvchi so'zlarimiz bor. Va bularga kir yuvdi, qor yog'di, kelin tushdi so'zlarini misol qilib keltirishimiz mumkin. Ular ham albatta qo'shib yoziladi. Keyingi qoidamiz, ikkinchi qismi turdosh ot yoki obod so'zi bilan ifodalangan qo'shma-otlarimiz ham qo'shib yoziladi. Misol uchun Yangiobod, Ko'lobod, Dehqonobod so'zlari mana ikkinchi qismi nima bo'ldi? Obod so'zi bilan hosil qilindi. Yoki ikkinchi qismi deyapti turdosh ot. Mana bu ko'l, daryo so'zlarimiz turdosh ot, ya'ni bir turdagi narsa buyumlarning nomini bildirgani uchun turdosh ot deyiladi. Hali bu mavzuni ot mavzusini o'tganimizda astoydil to'xtalib o'tamiz. Ikkinchi qismi demak turdosh ot bilan ifodalangan qo'shma joy nomlari ham nima qilinar ekan? Qo'shib yozilar ekan. Va keyingi qoidamiz, tilimizga boshqa tildan o'zlashib kirgan so'zlar ana o'sha tilda qanday yozilsa, bizning tilda ham mana shunday yoziladi. Va bunga biz misol qilib fotoapparat, kino, teatr so'zlarini olishimiz mumkin. Bu so'zlar bizga rus tilidan o'zlashib kirgan so'zlar hisoblanadi. Va oxirgi qoidamiz qisqartma otlarimiz. Qisqartma otlarimiz mana bu tarzda yoziladi. Misol uchun nandu demoqchi bo'lsak, mana bu tarzda yozamiz. Endi siz mana shu qisqartma otlarga qo'shimcha qanday qo'shiladi deb o'ylanayotgan bo'lsangiz, qo'shimcha birgalikda oxirgi harfga qo'shib yoziladi. Bu demak yuqoridagi sizlar bilan o'zbek tilidagi qo'shib yozilishi kerak bo'lgan so'zlarning talaffuzi va imlosi edi. Ana endi sizlar bilan chiziqcha bilan ajratib yozish qonun qoidalarini batafsilroq o'rganib o'tamiz. Demak, juft so'zlarimiz chiziqcha bilan yoziladi tilimizda. Juft so'zlar qanday? Ma'nosi bir-biriga yaqin yoki ma'nosi bir-biriga zid bo'lgan so'zlar tilimizda juft so'zlar hisoblanadi va bunday so'zlar mana ko'ryapsiz, o'rtasida chiziqcha bilan yoziladi. Ota-ona, katta-kichik, baland-past, do'st-dushman, yaxshi-yomon so'zlarni bunga misol qilib keltirishimiz mumkin. Keyingisi tilimizda takror so'zlar bor. Ya'ni bir so'zning aynan takroridan vujudga keladigan so'zlarimiz takror so'zlar hisoblanadi va ular ham o'rtasiga chiziqcha bilan yoziladi. Bitta-bitta, katta-katta, uzun-uzun, baland-baland so'zlari bunga misol bo'ladi. Keyingi qoidamiz, yetakchi va ko'makchi fe'l qismlari bir xil shaklda bo'lsin. Ya'ni aytib qo'ydi, yozdi, chizdi. Ko'makchi qismi ham, yetakchi qismi ham bir xil shaklda
bo'lgani uchun bularni chiziqcha bilan yozyapmiz. Misol yozib qo'ydi deydigan bo'lganimizda bu o'rtasida chiziqcha bo'lmasdi, chunki u ib ravishdoshi bilan bir-biriga bog'langan edi. Lekin bu yerda ikkovi ham bir xilda shaklda bo'lgani uchun ikkovining o'rtasiga chiziqcha qo'yib yoziladi. Belgini kuchaytirish uchun, ya'ni birinchi bo'g'inni, mana bu qizil so'zidagi birinchi bo'g'inini demak takrorlash va unga p qo'shimchasi ko'proq m harfi, kechirasiz uzr, p harfi, m harflarini qo'shish orqali so'zlarni hosil qilganimizda, misol qizil so'ziga qip-qizil, yumaloq so'ziga yum-yumaloq, sariq so'ziga sap-sariq yoki yam-yashil so'zlarni bunga misol qilib keltirishimiz mumkin. O'rtasida nima qilarkanmiz? Chiziqcha qo'yib yozar ekanmiz. Keyingi qoidamiz ma ba qo'shimchalari orqali ikkita so'zimizni bir-biriga bog'lash holatlarida. Misol uchun ko'cha so'zini ma qo'shimchasi orqali ko'chama ko'cha tarzida bog'laydigan bo'lsak, bu mana bu tarzda yoziladi. Demak, ma qo'shimchasi birinchi so'z tarkibida, chiziqcha ko'cha tarzida. Yoki ba qo'shimchasi odatda ko'proq ikkinchi so'z tarkibida bo'ladi. Qadam va qadam tarzida. Chiziqcha bilan yozish qonun qoidalarining keyingi ko'rinishi tilimizga o'zlashgan so'zlar. Tilimizga o'zlashgan so'zlarimiz ana o'sha tilda qanday yozilsa, bizning tilda ana shunday yoziladi deb qo'shib yozish qoidasida ham aytib o'tgan edim. Mana bu kilovat soat so'zimiz ham mana shunday o'rtasida chiziqcha bilan yoziladi. Endi qo'shimchalar bor tilimizda, ya'ni so'roq ma'nosini hosil qiladigan chi, da, a, bundan tashqari ku, u, yu, e, ye, ve degan qo'shimchalarimiz bor. Mana shu qo'shimchalarimiz o'zi qo'shilgan so'zdan chiziqcha bilan ajratib yoziladi. Misol uchun yaxshi ku, senchi, yashangi, boringi tarzida yoziladi. Va chiziqcha bilan ajratib yozish qonunlarini, qoidalarini oxirgisi tartib sonlarimiz agarda arab raqamlari bilan yoziladigan bo'lsa, necha inchi qo'shimchalarini o'rniga biz chiziqcha qo'yib qo'yamiz. Birinchi kitob yoki 10-sinf, 2026-yil demoqchi bo'lsak, mana bu tarzda nima qilamiz? Yozamiz. Demak, necha inchi qo'shimchasini biz mana bu chiziqcha orqali ifodalab berar ekanmiz. Bu demak orfografiya darsimiz, ya'ni imlo qoidalarimizni chiziqcha bilan yozish qonun qoidalari edi. Endi ajratib yozish qoidalariga to'xtaladigan bo'lsak, qo'shma fe'l qismlarimiz eslab qoling, doimo ajratib yoziladi. Hech qachon qo'shma fe'l qismlari qo'shib yozilmaydi. Bittagina holat bor, shu yerda bir sizga istisno tarzida aytay. Misol ayta ber. Biz buni og'zaki shaklda ayta ber deymiz, to'g'rimi? Mana shu ko'rinishi bor. Ayta ber, ola ber tarzda aytamiz va mana shunday yozish mumkin. Lekin ko'p holatlarda emas. Keyingi qoidamiz ko'makchilar o'zi bog'langan so'z bilan ajratib yoziladi. Shu bilan, shu qadar, shu sayin, shu kabi so'zlarimiz. Demak, mana bu bilan, qadar, sayin kabi so'zlarimiz tilimizda ko'makchilar, ya'ni yordamchi so'z turkumlarini so'zi hisoblanadi va bu so'zlarimiz ham o'zi bog'langan so'z bilan ajratib yoziladi. Hamma, hech, bir, qay, o'sha so'zlarimiz ham o'zi bog'langan so'zdan hamma vaqt ajratib yoziladi. Hamma vaqt, hech kim, hech bir, qay yo'sinda. Shu yerda yanni mana bu yulduzcha bilan ajratyapman, e'tibor bering. Bu degani
qoidadan mustasno, ya'ni istisno tarzida qoidaga bo'ysunmaydigan tilimizda ayrim so'zlarimiz bor. Mana eslab qolasiz buni: bir pas, bir oz, birato'la, bir muncha, bir barakayga degan so'zlarimiz bor. Mana shu so'zlarimiz tarkibidagi mana bu bir so'zlari ajratib olinadi. Bular qo'shib yoziladi. Demak, mana bu 3-qoidamizga istisno tarzida berilgan qoida hisoblanadi. 4-qoidamiz sifat oldidan kelib, belgini ortiq yoki kamligini bildiruvchi so'zlarimiz bor. Liqqa, liq to'la, misol liq so'zi, jiqqa ho'l deymiz, jiqqa, misol och so'zi bor, och sariq, yoki bunga misol qilib lang so'zi bor, lang ochiq deydi. Mana shu tartibda ham nima qilar ekanmiz? So'zlarni bir-biridan ajratib yozar ekanmiz. Endi orfografiya bo'limimizdan bosh harflar imlosi bilan tanishadigan bo'lsak, kishilarning ismi, familiyasi, otasining ismi, ijtimoiy kelib chiqishi, ya'ni taxalluslari hammasi bosh harf bilan yoziladi. Misol uchun Madina, Ahad va Navoiy kabi so'zlarimizni bunga misol qilamiz. Keyingi qoidamiz joy nomlari. Joy nomlari albatta hammasi bosh harflar bilan yoziladi. Namangan, O'zbekiston, Amerika tarzida. Sayyoralarimiz nomlari: Yer, Mars, Yupiter kabi, demak, o'sha sayyoralarning nomlari ham bosh harf bilan yoziladi. Keyingisi madaniy, maishiy, savdo korxonalar, ko'ngilochar joylarga maxsus atab qo'yilgan otlarimiz, nomlarimiz bor. Mana shu nomlarimiz ham hammasi qo'sh tirnoq ichida bosh harf bilan yoziladi. Misol, Saodat fermasi, Paxtakor stadioni, G'uncha bog'chalar. Shu yerda yana bitta qo'shimcha sizga aytib o'tib ketishim kerak. Nomidagi so'zlarimiz kelsa, mana bu qo'sh tirnoqqa olinmaydi. Misol, G'uncha nomli bog'cha deydigan bo'lsak, G'uncha so'zini qo'sh tirnoqqa olmay yozishimiz kerak. Tarixiy sana, bayram nomlari tarkibidagi birinchi so'zimiz ham bosh harf bilan yoziladi. Mustaqillik kuni, xotira va qadrlash kunida ham xotira so'zini biz bosh harf bilan yozishimiz kerak. Keyingisi davlat oliy tashkilotlari, xalqaro tashkilotlar, oliy mansab nomlari ham hammasi bosh harf bilan yoziladi. Misol uchun Birlashgan Millatlar Tashkiloti, kechirasiz, shu yerda ozgina xato ketib qoldi. Katta harf bilan yozishimiz kerak. Yoki O'zbekiston Respublikasi Prezidenti, bu ham oliy lavozim hisoblangani uchun bosh harf bilan yoziladi. Vazirlik, idora, korxona nomlari esa ularning tarkibidagi birinchi so'zimiz bosh harf bilan, qolgan so'zlarimiz kichkina harflar bilan yoziladi. Mana misol uchun Ichki ishlar vazirligi, Sog'liqni saqlash vazirligida sog'liqni so'zi katta harf bilan yoziladi, saqlash vazirligi kichkina harf bilan yoziladi. Oliy mukofot nomlari hammasi tarkibidagi barcha so'zlari bosh harf bilan yoziladi. Misol uchun O'zbekiston qahramoni, e'tibor bering, ikkala so'zimiz ham bosh harf bilan yozildi. Bugungi orfografiya imlo bo'yicha darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Sizlarga topshiriq sifatida bugungi o'tilgan darsni albatta yozib, yozma tarzda konspekt qilib borishingizni so'rab qolgan bo'lardim. E'tiboringiz uchun katta